Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Biz Marg'ilonda yana bir obyektimizni bitirib topshirdik. Bu yerga tovuq ferma uchun 1000 kvadratli tom xizmatimizni qilib berganmiz. Biz bu obyektimizni olganimizdan so'ng mutaxassislar bilan kelganmiz va mutaxassislarimiz bu yerda tahlil qilishgan, tadbirkorga nima kerak, nima kerak emas. Konstruksiyamizni tuzilishi qanday bo'ladi, o'shaning chizmalarini alohida qilib chiqarib va bu yerga ko'rib turishlaringiz mumkin, balka qismini qo'ymaganmiz. Fermalarimiz primo ustunda tevasiga o'zi kelib to'xtayapti. Buni afzalliklari, birinchidan tadbirkorga foyda, chunki puli tejaladi, ikkinchidan konstruksiyamiz tez yig'iladi, obyektimiz tez topshiriladi. Ko'pchilik tadbirkorlar pul tejash maqsadida arzon yupqa metaldan foydalanishni tavsiya qilishadi. Lekin bilishmaydiki, ertaga zilzila yoki qalin qor yog'sa, obyekt talabga javob bermaydi va keyinchalik rekonstruksiya qilishga to'g'ri keladi. Bu esa tadbirkorga ortiqcha ish, ortiqcha xarajat olib keladi. Biz esa Kaykan Group jamoasi 500 dan ortiq obyektlarni muvaffaqiyatli topshirib kelmoqdamiz. Agar sizga ham metal konstruksiya, tom navis xizmatlari kerak bo'lsa, Kaykan Groupga murojaat qiling.